Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi viloyat filiali tashabbusi bilan mahalla soliqchilari o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Zakovat intellektual o'yinini tashkil etishdan maqsad O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 7-fevraldagi buyuk shoir va mutafakkir Mir Alisher Navoiy ijodiy merosini yurtimiz va jahon miqyosida keng targ'ib qilish hamda Navoiy viloyatida Alisher Navoiy yilini yuqori darajada o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash hamda davlat fuqarolik xizmatchilarining intellektual salohiyati va kitobxonlik madaniyatini oshirishdan iborat. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining viloyat bo'limi hamda viloyat soliq boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan mazkur intellektual turnirda 10 ta tuman shahardan jami 60 nafar soliq inspektorlari ishtirok etdi. Jarayonda ular Oybekning Navoiy romani hamda O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi borasidagi bilimlari bo'yicha bellashdilar. Mana shu zakovatga Zarafshon shahar soliq inspeksiya xodimlari ham tashrif buyurishgan. Bizda asosiy maqsadimiz eng yuqori o'rinlarni olish va hamkasblarimizga ham kelajakda mana bundan keyingi o'z bilimlarini oshirib borishni bizda asosiy tilaklarimiz shu. Mana yoshlar bundan keyingi zakovat ko'rsatuvida yoki bo'lmasa yosh bilimdon soliqchilar bir ko'rsatuvlarni tashkil etilsa, soliq xizmati xodimlarini yosh mutaxassislarga nisbatan ularni nima deydi saviyasini oshirish maqsadida, bilimini oshirish maqsadida, undan tashqari mana borib soliq to'lovchilar bilan olib boriladigan muloqotlarda katta ta'siri bor mana. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Navoiy viloyati filiali hamda O'zbekiston Respublikasi soliq qo'mitasi Navoiy viloyati soliq boshqarmasi bilan hamkorlikda zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Bunning asosiy maqsad o'sha viloyatimizda faoliyat yuritayotgan bugungi soliq xodimlarining intellektual salohiyatini yanada oshirish. Ya'ni faqatgina o'sha soliq xizmatidagi xodimlar faqatgina soliq kodeksi bilan bog'lanib qolmasin, balki o'sha muhtaram yurtboshimizni bugungi kunda amalga oshirayotgan islohotlardan xabardor bo'lish, ya'ni o'sha soliq xizmat xodimlarining intellektual salohiyatini har tomonlama shakllantirish hamda yuksaltirish maqsadida tashkil etildi. Xursand bo'ldimki, bu kabi zakovat intellektual o'yinlari yana ham ko'proq davom etishini, ya'ni o'sha iloji boricha soliq organi xodimlarini ham ko'proq jalb etishini so'rab qolardim. Shuni ham xohlardimki, bu zakovat intellektual o'yinlari faqatgina Navoiy shahrida emas, balki o'sha davlat xizmatini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda Uchquduq tumanida yoki uzoq tumanlarda ham, olis hududlarda ham o'tkazish tarafdoriman. Umumiy natijalarga ko'ra Qiziltepa tumani jamoasi 1-chi, Zarafshon shahar vakillari 2-chi, Nurota tumani mahallalarida faoliyat ko'rsatayotgan soliq xodimlari esa 3-chi o'rinni qo'lga kiritishdi.